tillam ko'p bo'lishi uchun nima qilay deysizmi? Ishlang, pul toping. O'sha tilingiz ko'p bo'ladi, tavba qilib. Uy olish texnikasi qanday, iltimos? Texnikalar guruhim turibdi, tekin turibdi qizlar. Tekin texnikalar degan gruppa turibdi. Kirsangiz millionta hammasini pulga sotib olgan texnikalarim turibdi. Yo'q, bizani xalq до такой stepeni dangasasizlar-da. O'sha texnikaga kiradi, qarang, meni eshitinglar. Texnikaga kiradi, undan chiqadi, Oltin xonim, ana texnikadagi qaysi texnikangiz menga to'g'ri keladi? Men uy olmoqchiman. Shuni menga topib bittasini menga tashlab bering deydi. Aha, yana nima qilib bering? Balkim texnikani ham ishlaydi siz uchun. Ismi sharifingiz aytingda va uyda o'tiraydi, faloncha qiz pistoncha uy oldi, faloncha qiz pistoncha uy oldi deb texnikani men aytib o'tiray bo'lmasam siz uchun. Tavba qildim. Odamlar data qo'yib ipini nagletib ketganda, men aytaman sotmayapman texnikani. Tekinga berib qo'yganman. Kiring, millionta texnika turibdi. Milliardga teng texnikalar. Men ularni sotib olganman. Xo'y, lekin xalqimga tekinga beryapman. Nima uchun? O'rnini Alloh to'ldiryapti. Shuning uchun men tekinga beryapman. Menga o'rnini Alloh to'ldiryapti. Mana shuning uchun ham tekinga berib tashlaganman. Kirda texnikani hammasi ishlaydi, qizlar. Mana qancha odamlar menga chiqyapti-ku. Texnikangiz вообще zo'r ekan, вообще zo'r ekan deb. Haqiqatan zo'r, qizlar. Hozir bir kunda ishlaydi texnika, bir kunda. Bir kunda ishlaydi. Siz bir kun qilib ko'ring men texnikamni, ikkinchi kunga ham o'tmaysiz. Mana bu uchun hozir menga pul to'lamaysiz, bu tekin. Misol uchun hozir meni aldaganimda menga qanaqa foydasi bor? Pul bering-da, menga ko'proq pul bersangiz bir kunda ishlaydi desam ekan, turib qol desangiz, men pul so'ramayapman-ku. Haqiqatan zo'r texnikalar. Nima uchun ular zo'r? Потому что u texnikani ichida ham tilim uchida gapirmaganman-da. Ves energiyamni shunda texnikani ichiga sovurganman. O'shaning uchun o'sha texnikani eshitganda sizni yuragingizga kirib boradi-da. Vau! Вообще zo'r texnika ekan. Bir marta qilganim o'zida natija berdi deb o'tiradi. Sababi uni ichida meni energiyam bor. Hey, tekinga berib qo'yganman energiyamni. Nima uchun berganman sizlarga? Потому что sizlar ham Allohning bandasisiz. Qozonmisiz, o'zbekmisiz, tatarmisiz, lekin siz Allohning bandasisiz. Men sizlarga o'sha ko'p anaqa narsalar beraman-ku, keyin Allohga aytaman, ko'rdingmi deyman. Qancha yaxshilik qilaman deyman. Ha, men zo'rmanmi deyman, zo'rsan sen.